1037 metr balandlikda turib chuqur nafas olish gashti. Boshqacha shunday emasmi? Ayniqsa gap Oqtosh haqida ketganda. Go'zal tabiat, sokinlik va bahavo muhit sizni qurshab oladi. Bu yerga insonlar sog'lig'ini tiklash, dam olish va kuch to'plash uchun tashrif buyurishadi. Bu yerda Oqtosh tog' yonbag'rida apartamentlar sotiladigan Oqtosh Avenue Premium kurort majmuasi barpo etilmoqda. Apartamentlar derazasidan tog' panoramasi ko'zga tashlanadi. Yon atrof esa shifobaxsh havo bilan to'yingan. Majmua hududida yashil landshaftli hovli barpo etilgan bo'lib, bu yerda zipline, basseyn va boshqa qulayliklar joylashgan. Majmuaning ichki qismida tayyor ta'mirli va o'rnatma mebel bilan jihozlangan apartamentlar, spa, basseyn, bolalar o'yinxonasi va boshqa qulayliklarga ega klub maydoni mavjud. Hozirda apartamentlar uchun qulay shartlar amal qiladi. Chegirmalar va muddatli to'lov imkoniyati mavjud. Batafsil ma'lumotni savdo ofisida bilib oling.